Tak, hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan yana Rolex topganman. Tak, bugungi videoda bilgan bo'lsanglar kerak, bugungi video roligimizda Solo Pro Squad o'ynaymiz. Ko'rishinglar mumkin, MKshkani dodasini olganman. Естественно, пулемет прицел deganlaridan. Bunaqa MKsh ekan. Meni akasi ham bor, ukasi ham bor buni. U ham почти bir xil ikkalasi. Tak, bolalar, sizlarga Telegram kanalimni masalan reklama qilib ketmoqchiman. Shu o'rtada qaranglar. Telegram kanalga qanday kirish boshlayman. Mana shu, pastda tur. O'zim metroshnik degan pastda turgan mana qoraga. O'shaning ustiga bosasizlar. Или Telegram kanal degan joyiga bosasizlar mana. Mana shunga bosasizlar. Va bu sizlarni sразу Telegram kanalimga olib kirib ketadi. Telegram kanalimda nima bor desanglar, Telegram kanalimda chapda 26 ga buz paliklar bor. Или bu yerda 3 ta MKshga rozgirish qilyapman. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishinglarni maslahat beraman. O'zingizlarga foyda. Hammaga rahmat. Videoni ko'rishda davom etamiz. Birinchi spam umuman yomon emas, yaxshi ham deya olmayman. Sababi hozir bu yerda event bo'lsa, event bor. Tak. bo'ldi. Tak, orqamizdan odam keladi. To'g'rimizda ham odam bo'ladi. To'xtanglar, hozir men miyam ishlab ketdi. Miyam ishlatib yubordim. Umid. Hozir atet qo'ying. Bo'ldi. Qaranglar, hozir men miyam ishlab ketdi. Birinchisi to'g'ridagilarga odamlarga otamiz. To'g'ridagi odamlarga bosamiz birinchi. Keyin orqadan kelgan odamlarni bir ham amallab olsa kerak, yana ham bilmadim. Tak, hozir gol ertaroq urish kerak edi bu golni. Tak, gol. Mana shu to'g'rimizdagi yo'q forsa, o'sha orqadagi ham juda ham oson bo'lib qoladi. Odam ham. O, xarosh. Yana sraz Davidga ishlayapti demanglar. Solo Pro Squad o'ynasa o'zlaring biladi. Chiqma sen. Oy, chiq. O'qim ketyapti-da. Okay, mikrofon. Oy, Sabina, что? Sabina. Nima qilyapsiz? Yotishini qaranglar. Yotishini qarang mana. Yotishini qarang mana qani. Demayapti o'qlarim. Bilya, o'tib oldi. Sal yaqinlashib olish kerakmi, bilmayman, yoki bunga bir yotib qilish kerakmi? Mana shunday. Nima qilyapsizlar, bolalar? Kimlar ochayotgan qisqa ochinglar, iltimos. Ping bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Ping bo'lib qolishi ham mumkin menda, sababini ayta olmayman. Sababi ham bor. Boshqa sabab bor o'ziga. Orqadagilar ham keldi. Anasini endi qochish kerak endi bizdan. Qochish kerak. Otib qo'yib o'lma. Xarosh. O'lganim yo'q, jalab. Wow, juda ham burilib turishingga. No mayli, birinchisi o'xshamagan bo'lsa, ikkinchisi o'xshaydi, ikkinchisi o'xshamagan bo'lsa, uchinchisi o'xshaydi, uchinchisi o'xshamagan bo'lsa, to'rtinchisi o'xshaydi, to'rtinchisi o'xshamasa ko'takamiz. Davay, ketdik, go. Yo'q, xranilishi bor deydi. Xranilishini ochamiz. Mana o'rishlar. Ochishgacha yetib boramizmi? Ochishgacha yetib boramiz. Nima yetib boramiz? Tak, bolalar yana Druzada udalit bo'lib ketayotgan bolalar xafa bo'lmanglar. Sababi men Druzam to'lib qolyapti. Druzam boshqa bolalar Druzasini olish uchun men 7 kun, 8 kun metro o'ynamaydigan bolalarni chiqarib yuboryapman. Tonch bo'lib ketdimi, bilmadim. Tonch bo'lib ketdi menimcha. Qaranglar, ketdik-ku. O'zi olib kelib berishadi, xo'ro'lsa. Xranilishini. Yozmaydi. Mana shu kursani solo Charles deydi. Bilan naqul kerak bo'ta. Shu payt otadi endi. Berib tashlaydi hozir bizga kelgan. No, bermaslik ham mumkin, mayli. Mana shu yerda kutamiz odamlar. Mana o'tib ketgan payt uramiz. Mendan aqlli odam yo'q desam ishonmaysizlar. Hozir buni dokazat qilib beraman hozir men sizlarga. Ni? Ana, aytdim-ku, pin bo'ladi dedim men sizlarga. Pin bo'ladi dedim. Odamdan oldida bo'lmay tursa yaxshi bo'lardi pin ham. Bo'lmay tursa zo'r bo'lardi. Umuman bo'lmasa zo'r bo'lardi-da. Chiq. Oy, bu ham o'zbek ekan. Uzr, brata, agar so'ng qo'yotgan bo'lsam. Voy.
Unaqa tushib kelma. O, bandaga chiqadi. Galeyaga tushamiz. Damoy, to'g'ri, damoy. Galakka push qilib damoy deyish nech pul bo'lyapti, biladi. Galakka push qilyapman, tem bo'lis. Ketma, David. Ana pinim qotyapti da bolalar. Nima qiladi? Cheater. Mana shu daraxt orqasida odam bor menimcha, shuncha yerga unga o'tib ketdi. Daraxt orqasida odam bor menimcha. Men aqlli-ku. Yomon aqlli-ku men. Bo'lsa push qilamiz o'shalarga. Granata bilan, biron nima bilan push qilamiz hozir. Qalaysan? Qo'y, topilib ketdimi? Shu yerga offline biron nima o'qigandir. Sherigi qayda bilsa endi uni? Otadi-da, hozir qayerdan kristal qilib otadi, men his qilyapman. Hozir qayerdan kristal lut qilayotgan paytim qayerdan kristal qilyapti, qaranglar. Men vangani ekayu-ku. Ko'rasiz hozir. O'zimdan so'raman agar meni otib qo'ymasa. Ana. Qo'y. Voy, pilim otib qoldi yana. Kunta bilan. Necho, bratva, boya aytganimda ikkinchisi o'xshamasa, uchinchisi o'xshaydi. JS9 arujasini o'rniga men M3 oldim, chunki M3 ga kilchatim bor. Sizlar bilishinglar kerak, shu men kilchatim borligini. Bolalar, albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Undan ko'p rozgrishlar, 100 yillik rozgrishlar ham qilamiz, xudo xohlasa. Bittadan bolalar, keyingi video 40 ta yoki 50 ta like bo'lgandan keyin chiqadi. Keyingi video, katta video. Ungacha shortslar bilan bosib turamiz. Qaranglar, men sizlarga bitta taktika o'rgataman Solo Pro Squadga. Birinchi o'rinda mana shu yerga kelib, uylarga turib olamiz. Menda bot bo'lmasa zo'r bo'ladi. Bot otsa ko'takan o'sha bot. Qaranglar, otadimi? Yo'q. Ha. Bu bot bizga вообще minus bo'ldi hozir. Ular bildi o'zi. Bildi. Sekin uyda tomiga o'tib olib, endi ularni kutamiz, qayerda bilmayman. Agar kommentariya hate ga to'lib ketadigan bo'lsa, bolalar, video chiqarmayman. Hozircha katta video qilmayman. Kommentariyada yana video chiqaraymi yo 50 ta like qilib bersanglar yana video chiqaraman. Chiqarmayman. Plus bosinglar, chiqsin deganlar plus bossin, chiqmasin deganlar minus bosamiz. Mana hech kim yo'qmi? Yo'q. Mana shu yerda bitta yo 2 tami 3 tami odam bor, 4 ta emas, lekin squad emas. Javob beraman. 2 ta yo 3 ta yoki 2 ta yo solo emas. Solo squad bo'lish mumkin emas. Voy. Harosh. Hoppa. Pasimizda ham bitta anaqa yuribdi. Chupa gabra. Ayaqa. Qaranglar. Men sizlarga bitta granatadan pidez anaqa ko'rsataman. Qaranglar. Tushdi. Dannu bile tushdi. Nima qilamiz endi? Yana odam keldimi? Seryozni? Voy, menikini dabit qilib o'zi lutlayapti bu. Yo'q, farqi yo'q ekan bunga. Hozir qiynalishib ketadi bor. Voy! Urrama, otma. Otsang yeysin. Harosh. Yeymas ekansan, malades. Ameringa it debsin. Nima qilamiz endi? Kutamizmi bularni? Lekin bilan odam ko'payib ketadi hozir. Normal pozitsiyaga kelib turaman sizga. Voy. Qayoqqa boryapsiz? Bu yoqda ham bor. Qaranglar. Granata yana. Granata. Minus. Kalasini turishini qara bilan. Minus. Qayoqqa qochadi? Mendan qochib qutulaman deydimi bular? Chichoringlar, nima qilyapti? Qochma, kunta. O'zim qidirib topaman endi buni. Mana shu yerdan chiqmasang kiysan. Malades.
O'zimdan ko'ra yeb olgan yaxshi. Kelish, bitta kelish bilan. Bitta. Tiqaman naxuy. Nima deydi? Ha mayli. Hadi qochsin. Yondi. Tak, push qilish nimani tetagichimi? Voy. Orqadan ham shak kelyapti. Voy, brat. Voy, o'lmadi. Va, orqadan ham odam keldi, bo'ldi. Bu yog'i o'sha anaqa qiyin bo'ldi. Menimcha o'ldim deb o'ylayman men o'zimda. Yana bilmadim. Hozir talishib ko'ringlarchi videoni. Yo'qsa albatta bittadan like, podpiska bosib qo'yinglar bolalar. 5 ga ozgina qoldi. Qani bu? Qayerdasan? Yo'g'i. Bitta. Solo prostika o'ynagani men tushunmayman. Men solo bo'lsam bular push qilishni bilmaydi. Vay, kuntamizlar, kunta emasmizlar. Voy. Xudo rozi bo'lsin. Alislar. Voy, bular tinch qolmaydigan. Yana kelishyapti, bular. Nima qilamiz bularni? Necha ko'p bular. Nima qildik bularni? Bitta yoramiz. Davay, go. Davay. Miyam. Miyam. Voy orame. Voy büyük. Necha brat va ishonchni katko bu oxirgisi. O'lsa ham, o'lmasa ham bunda tugatamiz videoni. Nima deydi bu? Yo'q, qo'ysanglarchi, nima so'kinasizlar? Dini qildi. So'kinma. Voy, meniki Dini Teo Aziz. Короче, brat va Dini Teo Aziz qidirilmoqda. Poisk beraveramiz hozir Google ga kirib. Dini Teo Aziz eslab qolaman. Nikini otaman shuni ko'rasizlar hozir. Albatta kristal qilganga xafa. Как xavfsizlanma faqat bo'lsa bular. No, yozmanglar faqat kristal qilding deb. O'zimni yaqin do'stim bo'lib turibman. Boshqa kontaktga yozadiganlar bor. Bu easy peasy. Tak, men bilan o'ynamoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, kommentariyada ID va nick turibdi-da, o'shanga dursa tashab qo'yaverasiz, olaman men dursani bo'ylarni. Ili klanga qo'shiladigan bolalar, klan 5-o'yin bo'lgandan keyin full zakrit qilamiz, AVG klanga o'xshab. O'shaning uchun erta qo'shilasizlar-da, erta qo'shilib, o'sha nickni sirada almashtirishinglarga to'g'ri keladi. Bemalol klanga o'tib qo'yishinglar mumkin. Tak, bolalar, hozir sekin radkiga o'tib olamiz, qaranglar. Montaj bilan o'tganini hech ko'rganmisizlar, montaj bilan o'tganini? Hozir shunday qilaylikmi yo qilmaylikmi? Qilamizmi? Qaranglar. Montaj bilan radkan oltida paydo bo'lib qolamiz hozir. Qaranglar, fokus. Ko'rdinglarmi? Shunaqa montaj qilib qo'yamanki, radkan oltida tiriltirib yuboradi ichidan. Keyin sekin lutlab qo'ramiz menlar. Bolalar boshqa nima qilardik? Bizda последний ящик. Meni go'shtlarim keldi-yu, Meni go'shtlarim keldi-yu. Ozgina kristal qo'shamiz yerga. Kommentariyada krisa yo boshqalarga hech qilganlarga. Men nima motivatsiyamni o'ldirmanglar, iltimos. Post ochishmang krisalar. Menga pismon olib kelib berishar, hozir qarab turinglar. Granata kelish shart emas. Bu granata u jinning ishi bo'ladi hozir. O'zlari kelishadi hozir menga. Qarab turinglar, просто jim. O'libman, jangda o'lib. Atik. Voy, qaror, bitta qoldi. Voy, mana Dini Teo Aziz, mana boyagilar bolalar nima o'ylayapti endi? Dini Teo Aziz. Bolalar, chichoringlar nima qilyapsizlar? Nima deydim endi? 3 kishi bo'lib push qilishmadi. Push qilishdi, yopib ketdi. Molda yopib ketdi bolalar. Nima deydi endi? O'zlaring bir kommentariyada biror nima deb motivatsiya berasizlar bu bolalarga, boshqalarga yo'q. Hech bir montaj yo'li bilan bunaqa lutlab olganini ko'rganmisiz? Hamma lut sumkasiga solgan, hozir ko'rasizlar-da. Mana ko'rdinglar? Men shunaqa montaj o'tkazdim, lekin bizning oldimizga odam keldi. Tomdami menjada? Tomda ekan. Voy, moldi, bular burilib turishini qaranglar. Amir ushlab olganmi deyman-da.
Tak bolalar sekin bu yerdan oyoqda bermasak bo'lmaydi. Sababini hozir tushuntirib beraman. Biz o'qimizga qarasanglar bo'ladi bilmadim. O'qda ahvolini qaranglar. Bu kerak emas bu shu. Bu bolaga o'sha o'qni ketkizganim qoladi. Baribir sumkamda joy qolmadi. Ozgina joy qoldi. Yo'q, yana odam. Yana odam. Voy, teshikdan-da, demoqchi. Brat o'zing ko'rmayman dedi. Nima qayoqqa? Jang ber. Bular faqat o'zbeklar chiqyapti-da. O'zbeklar otish qanaqa boshqacha bo'lyapti. Bunga qaddish qilib turgan odamlarni otsang boshqacha baribir. Lekin luti normal ekan. Yo'q, krasniylar ham bor ekan. Voy, deydi, qoch. Jang ber, sheriklar kelyapti muz ustidan. Uyalmasdan yugurib. Uyalmaydi mana bittasi video olayotgandir. Shunga yordamlashaylik, o'lib beradi. Ha? To'g'ri vaqtga o'tmasam bo'lmaydi endi. To'g'ri vaqtga o'tmasam, o'sha otish ham teng-teng ish. Qaranglar, o'qni ahvolini qaranglar. Bitta skot yopib olamanmi shu o'q bilan? Amallaymiz. Hech bo'lmasa bitta odam olib keta olamanmi, yo'qmi bilmayman. Qaranglar, ikkita odam olib keta olsam, like bosasizlar. Rozimisizlar? Davay, go. Agar ikkita odam olib keta olsam hozir shuncha o'q bilan ham ikkita odam olib keta olsam, like bosmasanglar, ko'ksizlar, kiysizlar. Ya albatta bosmaganlar, bosganlar, addushi rahmat. Otsam bo'lmaydi. Sal sekin qochish kerak bu yerdan. Tiyga qochib ketish kerak. Qaranglar, hozir men sizlarga zo'r taktika o'rgataman. Hurramlar shaybemay qo'ydi. Qaranglar. Go. Salapanskiy sa. Bo'ldi bu yerda. Yo'q, men bo'pti. Davay gaplashamiz. Chala qudulamanda katta fight bo'lyapti. Meni vixidimni oldida fightga anaqa bormikan? Nima deb o'ylaysiz? Meni vixidimni oldida nima qilaylik? Vixidga chiqib ketaylikmi? Aytgancha menga va'da bergansizlar. Ikkita odam olib ketsam, like bosasizlar. Olib ketaolmayman, bilmayman nega. Davay. Olib ketaman, o'zimga ishonaman. Tamakka. Mana eng zo'r pozitsiya bo'ldi deb o'ylayman men hozir. O'zim miyam ichida eng zo'r pozitsiya bu. Qaranglar. Kelishadi hozir. Boshqa iloji bilan yo'q. Mana shu yerdan o'tadi baribir bittasi bo'lsa ham. Aytilgandek. O't shu yerdan. Deyman, o'qib deyman, men o'ylab qo'ydim. Mayli, davay ikkinchisiga ham uramiz. Jang bu yoqdalarning brat, qarro o'zbekchilar просто. Davay, kommentariy yozamiz o'zbekchilar deb. Fyolka. Ketdi, fyolka. Go, короче, kerak emas. Vixt qilamiz, bo'ldi. Vixt. Va nihoyat bolalar, 4 ta nechta o'yinda bo'ldi bu narsa, bilmaymanki, 4 ta o'yinda o'xshatib oldik bilamanlar. Ya Alloh rozi bo'lsin. Shuncha harakat qildim endi bolalar. Bittadan like bosmasanglar bo'lmay ketadi, lekin u yomon urush devordi. 3,684,000 so'm. Uncha ko'p emas, 8 ta kill. Davay, lobby chiqamiz bo'lmasa bosdi lobby. Tak, birodarlar, mana ko'rdinglar. Normal bo'ldi menimcha. Yana piyon qo'tyapti jarlar, zayba. Tak, birodarlar, mana ko'rdinglar. Normal top chiqdik. Qancha edi? 3,400,000 shunday. Bu men uchun normal, sababi shuncha solo pro squadda 4 million darja anaqa. Kattaroq. Albatta, birodarlar, video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yamiz. Yana videolarda ko'rishguncha xayrli bo'lsin. Sizlar bilan yana rolik qilamiz. Operativni qo'yapti. Men rasm chopdi. Hamma qo'yishaversin, rahmat, addushi qo'yganlarga. Qaror, hammaga xayr.